Bu datum aslida men bir so'z bilan bu do'stlikka qurilgan biznes ham bo'ladi. Ikki yildan foyda ola olmasligi mumkin. Ko'p xalqimizni bilmaydi. San'at bu ham. O'zbeklar o'zi komfort, o'zidan boshqa ham komfortda yurish kerak. Dubaydan, boshqa Turkiyadan kelayotgan parfumlar bo'lgan. Sifati u darajada bo'lmaganligi uchun yoqmagan. Chetdan kelsa original deb hisoblashyapti-da. Rayhonni o'zini oldik, Rayhon urug'ini oldik. 3 oyda servisni jo'natishdi uni ham. 65-70 ga yaqinlashib qolgan amaga qo'yib olamdi dedilar. Xodimlarga aytdiki, har bir mijozimizni taklifini yozasan. Original idishdan qo'yib olish qimmat qilayotgan ekan. O'ziga yoqmasa-da sepadi. Maqola karvon ko'p, rizq bo'lik deydi-ku. Raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi. Nima alyans qilish kerak-da. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun biz Datum parfyum asoschilari bilan yaqindan suhbat qilamiz va ularni men emas, aksincha ular o'zlarini tanishtirib o'tsalar yana ham qiziqroq bo'lardi. Demak, o'zingiz to'g'ringizda qisqacha ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xursandmiz. Assalomu alaykum. Men ismim Abdulaziz, Datum parfyum asoschilaridan bo'laman. Do'stim Habibulloh biz birgalikda shu Datum parfyumni 2017-yilda asos solingan. Bu yo'nalish to'g'risi bir do'stimiz taklif qilib qo'ygan. Mana shunaqa O'zbekistonda shu yo'nalish parfyumeriya sohasi hali rivojlanmagan, faqat shu original upakovkasida original parfyumlar ko'pda sotiladi. Ya'ni shu sohani rivojlantirsa nima bo'ladi deganda keyin o'ylab ko'rganmiz, qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan deb. Nimadan boshlaymiz deganda birinchi chetga chiqish bo'lgan taklif. Masalan, Krit oladigan bo'lsak, Krit zavodi, keyin shunga o'xshagan 2-3 ta zavodlarga borilgan. Ularni ishlab chiqarishni, qay darajada ishlab chiqaryapti, ya'ni ketma-ketligi, o'zi bizani davlatda, bizani yurtda bu narsa qanaqa qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Ya'ni olib kelish, transportirovkasi. Ko'p aholi, ko'p xalqimiz o'rgangan o'zini mashhur shu Chanel bo'ladimi, Dior bo'ladimi? Mana hozir yana yaxshi kuchli brendlardan Louis Vuitton bo'ladimi? Hammasi o'zini qadog'ida olib ishlatgan. Ko'pchilik balki o'sha puli bo'lmasa quydirib 10 minglik, 20 minglik, 30 minglik qo'yib ishlatgan. O'shalarni ham ko'rdik, boshqa qildik. Baribir ancha qimmat. Bizda asosiy maqsad nimada bo'ldiki, mana shuni qilsak bo'lsa, arzonroq qilaylik, xalqimizga, ya'ni hamyonbop bo'lsin. Qanaqa bo'ladi bu deganda, bir o'sha borib birinchi aylandik. Dunyoda o'zi asosiy yirik parfyum ishlab chiqarish zavodlari bor ekan. Masalan, Shvetsariyada asosiy kuchli zavodlar Shvetsariyada ekan. Biz boshida Shvetsariyada Luzi kompaniyasidan boshlaganmiz. Shvetsariyada undan tashqari Luzi, Javadan, Fermech, shunga o'xshagan eng yirik kompaniyalar bor. Shu mashhur Louis Vuitton, Tom Ford, shunga o'xshagan brendlar ularga atir zakaz qiladi. Ya'ni atirni texnik shartlarini beradi. O'shanga qarab parfyumerlar atir tayyorlaydi. Bu parfyumer o'tirib o'ylaydi, hamma anaqasiga qarab yasagandan keyin uni tekshirib bo'ldi desa, keyin parfyum chiqadi-da. Boshida parfyum chiqaradigan zavodlarga biling, bizani qabul qiladimi yo'qmi oldin shunaqa savol bo'lgan bizda. Birinchi bo'lib shu Shvetsariyada Luzi degan korxonaga bilan gaplashdik. Ular bizani приглашение qildi. Borganda o'zimiz bilan o'shanda eng qiziq mavzu Rayhonni oldik. Rayhonni o'zini oldik, Rayhon urug'ini oldik. Rayhonni o'zi bo'lmasa ekan, tez aynib qolar ekan. Uni tashlab yuborildi mehmonxonaga borganda. Biza urug'ini olib ularga tashladik, ularga berdik. Uchrashuv davomida gaplashdik. Kачествоsi yaxshi bo'lsin, uzoq tursin, mana shunaqa deganda ular ham hayron bo'ldi-da. Bo'ldi, qilsa bo'ladi, faqat konsentratsiyasini mana shunaqa qilinadi dedi. O'shan bilan keyin biz alohida Rayhonimizni urug'ini berdik. Ular ekib bizga 3 oyda bazilikda bizga berganimizda uni yetishtirib bizga servisni jo'natishdi uni ham. Biz ketgandan keyin o'shanga bizani fokusimiz parfyum bo'lganligi uchun uni chetga olib qo'yganmiz. Endi hozir ancha katta yangiliklarimiz bor, balki xudo xohlasa chiqib qolar. Shvetsariyada ancha gaplashdik, ko'p tema, ko'p mavzular bo'ldi. O'zimizning texnik o'sha shartlarimizni aytdik, ular yozib qoldi. Adashmasam bir oylarda jo'natdi bizga. Parfyum yana hammasini tayyor jo'natdi. Biza bergan zakazimiz, ya'ni
ba'zi bir 30 xilcha parfyum beruvdik boshida. Mana shu atirlarni bersanglar biz test o'tkazamiz, kazdef qilamiz, odamlarga sepamiz, ya'ni aholidan so'raymiz qay darajada o'xshagan deb. O'sha tayyorlandi, boshqa qildi, o'sha berildi sepishga, unga qarindoshga, tanishga. Voy o'sha turku degan tuyg'u yana qani aytishyapti, zo'r. Keyin buni turish darajasini qanaqa turdi, stoykist qanaqa turdi deganda zo'r. Endi aytaman, oddiy xalqimiz hid original upakovkadagi buni hidiga ko'pda farqiga bormaydi. Ya'ni yaxshi hid bo'lsa bo'ldi, maza qilib sepib, eng keyin o'ziga o'sha hid tushsa maza qilib yuradi. Endi mana xalqimiz o'qiyapti, ko'pchilik ko'ryapti, dunyoga chiqyapti, уже duty free kiryapti, parfyumlar farqiga boryapti-da. Biza chetdan keyin Shvetsariyadan chaqirdi, aytgancha Shvetsariyadan bizga keldi, mehmon bo'lishdi. Fransiyadan kelishdi. Fransiyada katta zavod, ya'ni liniya quradigan korxonalarni chaqirganmiz. Ular kelishdi. Boshida kelgan. Boshida Yevropadan kelgan, ular ham ko'rishdi. Keyin bizni bu yerda уже tayyor holdagi parfyumni ko'rib, ular ham tekshirib, kam kostni ishni bu bunaqa deb, undan keyin yana o'zgardi formada. Oxiri bitta formula tayyor bo'ldi. Bizda u proyekt to'xtatdi, yana boshqatdan kazdef o'rgandik. Odamlarni o'rgandik. Odamlarga nima ekan, ko'p o'sha payt 2017 bo'lsa, 18, 19 va shu 2-3 yil biz odamlarni fikrini nima kerak odamlarga, nima qiziq degan savolni o'rgandik. Odamlarga ko'p xalqimizga original idishdan quyib olish, ya'ni qimmatli qilayotgan ekan. Lekin Dubaydan, boshqa Turkiyadan kelayotgan parfyumlar bo'lgan, upakovkasida bo'lgan, ularni kачествоsi, ya'ni sifati u darajada bo'lmaganligi uchun yoqmagan. Hozirgi datum bo'lishi, shu do'stim bilan bilmayman, bir oylik davomida o'tirib qanaqa qilamiz, chizib, ko'rib, hali datum brendi asos solmagan, datum nomi yo'q hali. O'shanga uni olib, uni chizdirdik. O'sha mana shunaqa flakonda bo'lishini qanaqa qilamiz, endi odamlar qanaqa qabul qilishiga biz lekin bilyapmiz, gaplashib kelganmiz, bilamiz, shu arzon bo'ladi. Xalqqa ishonamiz, bitta olgan keladi, qaytib kelishiga. Ko'rdik, bitta konseptni xonaga qanaqa ko'rinishni bo'ldi, davay, bitta konsept bildik, qayerdan nimalar olamiz, mana buni Xitoydan, mana buni Yevropadan, mana buni yoqdan olamiz, bitta ideya qilindi. Endi nimadir nom qo'yamiz. Datum nom qo'yamiz deganda rosa o'yladi, o'zimiz har balo qilib ko'rdik, tizib ko'rdik. Endi o'ylab qolsa, nom nima anglatadi, qanaqadir ma'no anglatish kerak degan anaqa bo'ldi-da. Nom deganda o'zimiz ko'rdik, o'xshamadi. Keyin hamma ishni o'zini ustasi qilish kerak ekan deganda og'aynim tavsiya qildi. Og'aynim o'zini korxonasi nomini qildirgan ekan. Ashlarga borgan, mashina ortmaysidan o'zi tizadi, boshqa qiladi, patentlab cho'tka qilib beradi. Bo'ldi, zo'r. Ko'rayotgan bo'lsangiz, men bu yerda bundoq tom turibdi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Shu boshini shu 5-6 xil variant bergan. Oldin datum so'zini berdi-da. Bu datumni tanladik. Tanlagandan keyin mamyoni logotip alohida, yana menimcha bilan bir oy ishladik shekilli. Bo'yicha har xil narsa qildi. Endi bu bizani shu moslamamizga va shu to'g'ri kelsin, shu anaqa bo'lsin, atmosfera anaqasi bo'lsin degan, kayfiyat bersin deb. Keyin tanladik, u nima ma'no beradi desa, shu latinskiydan svidaniya, uchrashuv degan ma'no. Endi uchrashuvga chiqsa hamma atir sepib chiqadi. Har xil anaqasi deb, mashinasi qiziqroq ekan. Keyin o'qisak boshqacha tillardan ham chiroyli shunga yaqin ma'nolar chiqdi. Bo'lar ekan deb shuni to'xtadik. Keyin logotipini qildik, boshqa qildik. Xushbegida birinchi filialimiz Xushbegida joylashgan. Xushbegida o'zimizning joy edi. O'sha yerda birinchi filialni ochdik. Hayajonli daqiqalar, odamlar nima deydi, qanaqa bo'ladi. Xodim yo'q. Ishlatishga xodim yo'q. Nima qilamiz? Hozir parfyumeriya xodim. Hozir ham xodim yo'q. Hali harakat qiling topamiz. Keyin bo'pti, o'zimiz turamiz endi. O'zimiz bilamiz-ku. Kostyum shunday kiygan, qo'lga perchatkalar kiygan, endi Yevropaga borib kayfiyat ko'rgansizda. Birinchi klientim eslayman, o'sha videosini olib qo'yganman. Ochib qo'yganmiz. Qalay bo'lar ekan deyapman-da endi. Ochdik, davay endi birga hay bilan ochmaganmiz. Bo'ldi, ochib ketdi shu Xushbegida. Yoshlari katta 65-70 ga yaqinlashib qolgan amaga, voy, olarmikinlar. Endi tushuntir endi bo'ldi. O'zim tushuntirsam, yo'q, quyib olam dedilar. Qo'yar. Olib quyib berdim. Bo'ldi, rahmat. Rasmlarga tushgan olib ketdilar.
o'sha polching ya'ni birinchi savdamiz bo'ldi. Yo paqillab kelgan klientlar kelib nima ekan bu, nima ekan, odamlarga qiziq bo'lgan, nima bu osib qo'ygan o'zi, nima ekan deb endi hamma chiroyli bo'lgan u payt bunaqa remont emas edi, ya'ni bu yerda hozir minimalistik remont qildik, oq qora qilganmiz. U payt bizda tilla bejimkor anaqalar uni ko'rsa voy deb kirardida, даже ruchkalargacha qimmat ruchkalar olib shular qilgan edi. Birinchi kundan o'sha savdamiz zo'r, voy bo'lar ekan, yaxshi ekan. Qo'rquvlar asta orqaga ketishni boshladi. O'zi qo'rquv bo'lmagan. Bilasizmi? O'ylaysiz-ku, qanday bo'lar ekan keyinchi degan. Yo'q, biza nima deydi, shu darajada ishonganmizki, bozor o'rganganmizda, bozor bor, xalq talab qilyapti, xalq davay deyapti-da. Beryapmiz, zo'r ekan. Necha pul? O'sha joyini kelganda, kerak emas masa, yo'q, men deb sotib olganlar ham bo'lganda. Qanaqa idish yo'q, faqat idish yo'q. Mana bunaqa endi Italiyadan har xil idishlar olib kelib qo'ygan edik. O'shalarga qadoqlab tarqatib o'rganamiz onlaringda. 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik, mana hozir ham bir 5 yillik planlarimiz bor. Davay qilamiz, nima qilamiz? Ketdi taq-taq, o'sha keyingi filial, keyingi shunaqa kengayib ketdi. Hozir umumiy hisobda nechta filialingiz bor? Hozir Toshkentda 12 ta, viloyatda nechta? Umumiy 7 ta filial. 7 ta filial bor. Ko'pligidan sanog'iga yetolmayapsiz. Shunday kunlarga ham yetib keldingiz. Shu jami 19 ta filial. Va o'zingizni fikringiz qanday? Xalqimizga bugungi kunda ushbu brend qanchalik yoqayapti? Va sizdan kelib parfyum xarid qilgan insonlar qanchalik xursand va munosib ko'rishyapti shunga o'zini? Aslida bu brendni shu 19 ta filial bo'lishligi va shu hozir kundek siz bilan suhbat qurib o'tirishimizni o'zi bu xalqimizni tan olganligi, xalqimizni yaxshi qabul qilganligini bir belgisi sifatida qabul qilsak bo'ladi. Va undan keyingi yana bir masalaki, aslida mana doimiy ravishda chetga chiqqanda yoki hamkorlar bilan gaplashganda shunaqangi hozirgi kunda anaqalar eshitamizki, O'zbekistonda parfyum sohasi haqida agarda fikr ketib qoladigan bo'lsa, suhbat ketadigan bo'lsa, albatta hozirgi kunda datum nomi eslanadigan holatga keldik inshaalloh. Va bu degani bozor qabul qilganligi, bozorda qanaqadir o'z o'rningiz borligi, o'z o'rnimizga borligi va umuman xalq biza tomonidan xalqqa bo'lgan munosabatimiz va ularni shu munosabatga yarasha yaxshi qabulligini ko'rishligimiz mumkin. Sifatli mahsulotni xalqchil narxda yetkazib berish degan masalani oldimizga juda katta bir maqsad qilib qo'yganmiz. O'sha narsaga qanaqadir darajada erishdik deb o'ylaymiz va bu hozir kundagi erishayotgan natijalarimiz o'laroq. Rahmat. Ifor bu nafaqat kod, balki notalar hamohangligi va madaniyat kodi hamdir. Aytingchi, datum kolleksiyasi uchun iforlarni tanlashda qaysi mezonlarga e'tibor berasiz? Har bir flakonga qanday global murojaat? Xo'p. Buni bilasizmi, qanaqa aytaman? Boshida xalqimizni taklifidan kelib chiqib qilganmiz 37 xil parfyumni. Boshida. Ya'ni uning ichidan balki 10-15% o'zimizda, ya'ni tanish yor birodarlardan akalarimiz bor, parfyum do'koni bor, ulardan so'rab qilgan bo'lishimiz mumkin. Lekin bundan keyingi hozirgi kunda 400 xil aromat parfyumimiz bo'lsa, hammasini ya'ni mana shu xalqimiz tanlab, mana bizda nimaga ko'payib ketdi desa, "Va zo'r ekan, ko'paytirlik, mana parfyum bormi? Bizga ham qiziq. Xo'p, qanaqa parfyum ekan? Mana bunaqa xodimlarga olganda xodimlarga aytdiki, har bir mijozimizni taklifini yozasan. Nima bo'lsa, atring yaxshi ekan, yomon ekan, ko'nglim aynatdi, yaxshi, zo'r ekan, mana atirdan bo'lsa, buni atirdan, mana atir ham bunaqa. Biz shunaqa qildikki, hamma filiallardan yig'dikda, ikkita filial bo'lsa, ikkita, boshida 3 ta, 4 ta filial bo'lsa, misol 1 yilda misol 6 ta filial bo'lgan, 6 ta filialni yig'ardi, 1 oy davomida keyin uni analiz qilib, qaysi parfyum ko'p so'ralgan bo'lsa, o'sha parfyumni qo'shaverardik. O'zimizni datum brendi ostida o'zimizni sifatli mahsulot sotamiz. Ya'ni ani bir xil keladi-da, originalga o'xshamas ekan deydi. Yo'q, bu original boshqacha. Original misol uchun qanaqa sepgansiz deymiz. Nima deganingiz? O'zbekda ko'pchilik hozir boshqa mavzuga ketib qoldim, mana shuni aytib ketmasam bo'lmaydi. O'zbeklar
o'zimizda ko'pchilik mana bu yerda parfyum deydida hidi yoqadi ishlataveradi o'zi chet davlatlarda boshqa nima qiladi oladi sepadi bundoq ko'radi parfyum ekan yo manga og'irlik qilar ekan deydi manga edekolon bering deydi ya'ni u o'zi komfortni yurishi kerak boshida aytib o'tganimdek bizada o'zi komfort o'zidan boshqa ham komfortni yurishi kerak bizni davlatimiz ko'p asosan issiq bo'ladi-ku issiq bo'lgandan hisobiga edekolon ko'p turmaydi siz eshitib ko'rganmisiz tualetda parfyumni hech foydalanganmisiz misol qaysi parfyumdan foydalanasiz men ham shu Chanel Chanelni qaysi biridan foydalanasiz o'qigan shu e'tibor berganmisiz yo'q shu o'zi hozir mana siz bilan suhbat qilganimdan keyin o'zimni kamchiliklarim emasda belgilab yaqqol misol ko'ryapsizmi nimaga aytaymi sizga atir ifor yoqqan foydalangansiz yoki o'sha atir kimdir ishlatyapti u odam uni kumiri o'sha atirni sepyapti o'ziga yoqmasada sepadi u ayol sepganda uni balki yoqib ketaveradi lekin boshida o'sha atirni ya'ni hidi yoqqan uchun sepishi mumkin endi nima qilish kerak buning uchun madaniyat ya'ni parfyumeriya madaniyatini chuqurlashingiz kerak birinchi o'sha 37 xil parfyumni xalqimiz orasidan tanlaganmiz qanaqasi kelgan har bittasini xalqimiz ya'ni mam kerak degandan keyin uni original upakovkasidagini olib eshitib ko'rardik biz qanaqa ekan bu deb o'zi maqol karvon ko'p rizq bo'lak deydi-ku tadbirkorlarimiz bu maqoldan qo'rqadi ko'pi bu anaqa misol uchun atir chiqsa voy anaqa bo'pti man endi suvdan nima bo'ladi yo'q bu raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi qachon man oldimdan 3 ta ochib qo'y man xursand bo'laman nima mijozda imkon bo'ladi har biriga kirib yoqqanini olishga va sizdan ham oladi nima ya'ni siz ishlashingiz kerak o'zingiz ishlashingiz kerak xalqimiz aytturgan bizga qiyin bo'lardi 400 ta parfyum olib kelish bo'lmasam qayerdan man xiplashayman zavodga beramiz zakaz eshitib ko'ramiz jo'natadi eshitamiz o'sha original upakovka sotadi ekran uni eshitamiz zo'r bor sxodsi bor baribir yaqin bo'lishi kerakda biza ko'p mijozlarga savol beramiz nimaga uni og'riqligini qattiqligini bilsak unga to'g'ri narsa beramiz agar to'g'ri narsa bermasangiz cho'zilib ketadi 10 xil blutur bering уже har xillikda o'zini atrini topa olmaydi 3 ta uzog'i 4 xil bering bo'ldi yoki bir xil o'xshab ketadida qiyin aytaman nima ekan desa EDP deb yozib qo'yibdi desa bo'ldi aka unaqada o'xshamaydi bizaniki nima unaqa deyapsiz deydi bizda parfyum deyman nima farqi bor deydi keyin tushuntirib beraman do'stim ukam deyman parfyum konsentratsiyasi 20% dan 30% gacha sizniki 15% dan 20% gacha mana o'shani hisobiga bu kuchliroq boshida sizga og'irroq tuyuladi bu sekin ochiladi edi parfyum tez ochiladi o'sha notalarni his qilasiz deysiz anu sraz beradida stoykasida balki 1-2 soat farq qilishi mumkin axir bir xilda stoykasida ham bir xil bo'lishi mumkinda parfyum bilan edi parfyum o'shanda bizani tanlaganimiz o'sha xalqimiz onsonroq bo'lsin ko'proq tursin degancha parfyum holat tanlaganmiz kechagina telefonda hop okajon sizga tushuntiraman dedim bizada datumni o'zimizni parfyumimizni original mahsuloti biza original qadoqdan quyib bermaymiz faqat o'zimizdan parfyum sotamiz hop qanaqa o'xshaydimi deyapti keyin hop siz birinchi savolga aniqlik kirgizamiz nima qanaqa deyapti telefonda gaplashib ketyapmiz og'aynim bilan ketyapmiz nima deyapti savol beraman javob berasizmi beraman deb bo'ldi hop original deganda nimani tushunasiz endi sotadi-ku har xil dubaydan keladi turkiyadan keladi yevropadan keladi даже o'zi bilmaydi original parfyum qayerdan o'zi qanaqa parfyum original ya'ni chetdan kelsa original deb hisoblashyapti-da haligi maqolamizda Xo'rozg'and to'ppa-to'g'ri o'shani aytamiz yo'q okajon men sizga tushuntiraman ma'lumotim sizga yoqsa olasiz yoqmasa olmaysiz bo'ldi aka tushuntirdim mana bunaqa siz ishlatgan parfyumingiz qanaqa bormida bor oling aka EDP yozib qo'yibdi zo'r unda mana bunaqa bizda EDP emas bizda parfyum qanaqa farqi mana bunaqa farq qiladi mana bunaqa farqi ya'ni bu manimcha turadi bu ham turadi endi siz qayerda ishlaysiz ish joyingiz qayerda u nima qizig'i bor deydi hop man sizga tushuntiraman odam fizический mehnat qiladigan bo'lsa odam harakat qiladi ya'ni uni molekulyar terrorizmda tenlashi bor boshqasi bor hop o'shani ayting desam
ofisda o'tiraman, zo'r. Ofisda o'tiradigan bo'lsangiz bo'ladi. Men sizga qancharoq taxminiy turish vaqtini aytaman, lekin aniq ayta olmayman. Nima deydi? Teringiz qanaqa? U nima qizig'i bor deydi. U ham sizni quruq teri bo'lishi mumkin, yog'li teri bo'lishi mumkin, normal. Xo'p, pagodamiz bilamiz. Hozirgi holatda yoz. Значит, qanaqa atir olishimiz kerak? Biz misol muskus qo'shilgan atirlar bor, ya'ni shunga o'xshagan atirlar bor, sastokirodi. Bo'ldi. Menga mamnaq atirni jo'natib bering, men adresga dedi. Bo'ldi dedimda, keyin telefonni qo'ydim, o'rtog'im bilan o'rtoqdim. Xuddi uni men tekshirgandek bo'ldi deyapman. Xuddi menga savol beryapti, ani qanaqa nimani. Keyin man parfyumingizdan jo'nating, SMS yozibdi. Jo'natib olgan, aka, gap yo'q sizga deydi. Zo'r ekan aka, maza qildim deydi. Aytaman, ko'p xalqimizni bilmaydi. Bu original emas. Shu savol keldi, ya'ni qaysi parfyum bizniki? Ya'ni bizga qaysi biri tushadi? Shuni qayerdan bilishimiz mumkin? Nimaga e'tibor berishimiz kerak? Sizga qaysi parfyum tushishi hozir aytib o'tganimdek, birinchi sizga savol beramiz. Sizga aytaman, qanaqa parfyum ishlatgansiz masalan? Men Chanel ishlataman asosan. Chanel qaysi biri? Ko'pchilik Chanel deydi. Chanel qaysi biri? Lekin aytganingiz o'sha. Nomini bilasizmi? Nomini yo'q. Ko'rasiz? Chanel o'z, Chanel ne ish qilib turibdi? Chanel bu brendni. Chanelni tagida yozib qo'ygan. Tender deydi, u ranglar bor har xil. Ko'pchilik Chanel ishlatadi. Chanel Tender, Chanel Fresh ishlatadi, Chanel Chance ishlatadi. Biz to'g'ridan-to'g'ri o'sha atirni bermaymiz. Agar bizga kelsa. Nimaga? Bizda 400 xil atir bor. Bu atir, ya'ni o'sha aholimizni talabidan kelib chiqib shakllangan. Ya'ni men aniq bilamanki, o'shalardan bittasi u atirdan boshqasi sizga to'g'ri keladi. Nimaga? O'shani taklif qilish mumkin emas. Uning uchun sizdan so'radim, qanaqadir, xo'p, mana bunaqa. Siz qayerda ishlaysiz? So'radim, men bitta ofisda ishlayman. Bittasi aytdi, "Aka, men atirim turmayapti" deyapti. Nimaga turmayapti? Men olib ketdim, sizlardan turmayapti deysiz. Nima bo'ldi desa, deydi, "Xo'p, nima ish qilasizsan?" Anaqa. Birinchi so'radim, "Nima transportda yurasiz?" dedim. Men 3 qahramondan mana bu yoqqa deydi, 3 ta avtobusda qatnayman deyapti. O'ylayapsizmi? Issiqda, transportda yuradigan odamda qanaqa atir qoladi? Balki katta ehtimol bilan avtobusda yuradigan ko'pchilik ayidida, aytaman, ayamaylar, bizda arzon sepinglar deyman. Sep, tushganingda sep, ishga borganingda sep, ertaga ish turadi. Yevropa davlatlariga borganimda, do'stim, nima bo'lgan? Savol berdi, qiziqadi-da do'stim. Borganda, "Yur, so'raylik, men qiziq-ku. Bilasizmi, chetga chiqqanda vzriv bo'ladi-da. Voy deysiz, qanaqa mashinasini qilsa bo'lar ekan deysiz-da. Inson nima bizda olamiz, o'zimizda qolib ko'rsatib ko'ramiz. O'sha o'xshab ketdi. Savol berdi. Qancha turadi desa, men bilmayman deyapti. Qaketa, qanaqa turadi bu? Ingliz tilida tushuntiryapti. Desa, deydi, men senga aniq ayta olmayman deyapti. Nimaga desa, men qayerdan bilaman sen nima ish qilishingni, qanaqa foydalanishingni. Bu yerda aniq menimcha turadi degan gap yo'q deyapti. Biz ko'p mashina narsalarni o'sha yerdan bo'ldi, bu Yevropa davlati, issiq bo'lmaydi. Tak влажный, yaxshi havo bo'ladi. O'sha yerda shunaqa deyaptimi? Bo'ldi, значит, stokist qancha turishini aniq aytib bo'lmaydi. Mana men sepsam, bilmayman, men sepsam atirlarim kechqurun soat 9dami, 10dami, 12dami borsam ham shu yuvinganda, shunda yuzganda shu gup etib keladi yani. O'zimga kelib maza qilaman. Sepgan atir maza qilib sepib yuraman. O'shanga stoikisda mana buncha turadi, sen mana buncha qil, u aytish qiyin. Haqiqatdan mana hozir mana shu daqiqagacha biz faqat datumni yaxshi xotiralarini eslab va yaxshi natijalarni eslab suhbat qildik. Endi o'z o'rnida har bir ishni qiyinchiligi, toshi tarozisi bo'ladi. Sizdan so'rasak, qanday qiyinchilik daqiqalarini eslay olasiz aynan mana shu? Qiyinchiligi, endi har bir ishda qiyinchilik bo'ladi, lekin bu jarayonni yuzaga kelishi O'zbekiston miqyosida bir yengillik sifatida kirib kelgan parfyumeriya yo'nalishida. Datumni o'zi asosiy bir yo'nalishlardan har yili bir yengillik qilmasak, bir o'zgarish qilmasak, ko'nglimiz tinchmaydi. Hozir ham inshaalloh bir oy 2 oylarda yangi xalqimizga taqdim etadigan narsalarimiz bor. O'sha yengillik bo'lib kirib kelganni o'zida insonlarga qabul qilish, ularni tushuntirish, ularga shu kayfiyatni berish jarayonida juda ko'p tushuntirishlar, fikrlashishlar, o'ziga yarasha mashaqqatlar bo'lgan va doimiy ravishda yo'ldagi mahsulotlarni
tizimli ravishda uzilib qolmasligi va keyingi partiya uzilib qolmasligi uchun oldindan uni berish va bunisi yo'lda kelayotganda undan keyingisiga yana ta'minlashimiz kerak bo'lgan holat. Eng kamida 3 marta kelish kerak bo'lgan tizimni yo'liga qo'ygungacha bu jarayon osonlik bilan kechmagan va hozirga alhamdulillah bu narsa tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Idishlarda emas, qanaqa ko'rinishda keladi va uni saqlash jarayoni qanday ketadi? Bu albatta osonlik bilan emas, buni o'ziga talablari bor. Talablarda nimaga e'tibor qaratilishi kerak? O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu alohida xonada, muzlatilgan xonada bo'lishi kerak. Alohida har bitta idishlarda saqlanadi. O'zini tartib qoidasi bor va mijozlarga yetkazib bergungacha bo'lgan muddatlari, shartlari, talablari bor. O'shalarni yo'lga qo'ymagunimizgacha xalqqa olib chiqmaganmizki, avvalo o'sha sanitariya gigiyena qoidalariga eng maksimal darajada talablarni yo'lga qo'ygandan keyingina bu narsaga erishganmiz. Sababi bilasizmi nima bo'lgan? Aslida avvalo o'zingizga ravo ko'rgan narsanigina boshqaga ravo ko'rsangiz, u bir boshqacha kayfiyat beradi. Va o'sha narsani odamlar to'g'ri qabul qilishligiga erishasiz inshaalloh. O'shaning uchun ko'proq har bir narsada uni sifati, unga beriladigan kayfiyatini shu o'zimizga shu narsa ma'qulmi deb oldin o'zimizni tekshirib, o'rganib, u narsaga o'zimizga qanaqadir ma'qul bo'lgandan keyin yaqinlarimizda u narsalarni shu kayfiyatni olganmiz va yaqinlarimizdan keyingina boshqa insonlarga taqdim eta boshlaydi. Va albatta u narsa o'zini yaxshi tarafini ko'rsata boshlagan. O'shandan keyingina bu narsalar jarayonga kirgan va hozir har bir do'konimizga kirsangiz ham umumiy kayfiyatdan tashqari doimiy ravishda o'sha kerakli tartiblar tizimli ravishda olib boriladi. Doimiy uni tekshirib boriladi. O'zimizning mutaxassislar, alohida mutaxassis xodimlar shakllantirganmiz. Bular doimiy ravishda buni tekshirib boradi. Sifatini, muddatini, har bir jarayonini tekshirib, o'rganib boriladi. Sherikchilikda bir-biringlarni tushunib ishlash qanday bo'ladi? Bilasizmi, bu yerda bizni avvalo bu datum aslida men bir so'z bilan do'stlik deb baholagan bo'lardim. Bu do'stlikka qurilgan biznes ham bo'ladi. Juda ko'p shu kungacha bizga do'stliginglar qanchagacha borar ekan degan bir fikr berishadi. Ishoning, alhamdulillah shu kungacha juda ko'p havasli bo'lgan va bizning niyatimiz oxirgacha birga bo'lish. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. U do'stlik o'sha hozirgacha alhamdulillah mana nima ish, ancha ish qildik biz. Ish qilgan ishlarimni aytsam, o'sha eslaymiz. Datumni qiyin kunda eslamas ekanman-da. Bizim uchun qiyin bo'lmagan-da. Datum mana o'zi ko'pchilik sohadacha ana o'sish davri qiyin bo'ladi-da. Nima qiyin bo'ladi bilasizmi? U yerda ko'pchilik ishonch bo'lmaydi-da, bo'larmikan deydi, ana konkurentlarni ko'radi, boshqa qiladi. Bo'larmikan? Ko'pchilik yopilib ketadi. Yo, biz bo'ladi. Bo'ladi bilan boshlagansizlar. Ishonganmiz. Bo'ladi. Rizqimiz yozib qo'ygan va bo'ladi, ishonamiz. Do'stingizni qaysi xarakterlari sizni doim charchatgan yoki qaysi xarakterlarni ko'tara olmaysiz mana shu biznes boshlangandan buyon? Yo unday xarakterlari yo'qmi? Ko'tara olmaydigan xarakteri yo'q. Bir mavzuga yetib olgunimizcha bahslashadigan joylarimiz ko'p. Kelishib olguncha bahslashadigan joylarimiz ko'p. Aslida u anaqa joy yo'q. Agarda bundagi qat'iyat bo'lmaganda edi, balkim shu holatgacha balkim yetib kelmagan bo'lardik. Yuqorida ko'p takrorladingiz, ishonch sabab bizni bu sohadagi biznesimiz ancha davomli ketyapti dedingiz va yurtimizda aynan parfyum sohasiga qiziqadiganlar ham ancha soni ko'p va bugungi suhbatimiz yoshlarimiz uchun manfaatli bo'lishini juda ham xohlardik albatta. Nima deb o'ylaysiz? Bu sohaga kirib keladiganlar nimaga e'tibor qaratish kerak? Qo'rquv bo'lsa, qo'rquvni nima bilan sindirish kerak? Aynan shu sohaga umuman boshqa sohalar ham. Keling parfyumeriya sohasiga. Uzoq muddatga cho'zilishi mumkin, foyda olish 2 yildan foyda ola olmasligi mumkin. Balki 1 yilda olar. To'g'ri konsepsiya qo'yib, selyovoy politika narxini to'g'ri qo'yish kerak. Bilmayman endi, baribir
u eng anaqasi ishonish, bu ishonmasa bo'lmaydi. Nima qilayotganda ham baribir aytaman, men ko'p xodimlarimga aytaman-da. Bu o'rtog'im aytadi. Parchalab tasha, bitta masalan, nimadir qilmoqchisa, parchalab tashlaganda bu yig'iylik boshqadan, Legoga o'xshab. Ha bo'ldi. Qaysidir Legoni tushmaydi. Bu bizani mana shu, ya'ni teshigimiz ekan. Yamiylik deymiz. O'shanga nima bo'lsa ham yoz, mana necha marta aytamiz, bizning rahbarlar o'rgatgan, agar qo'limda mana bunaqa daftarsiz kelsam, shunaqa eshitardim. Men o'sha odamni lyubimchigi bo'ling, meni hurmat qilsin, bitta gap bilan men siz do'stim deganman-a, keyin safar qarab qo'ying derdi. Bo'ldi deb o'shanga qo'lingda daftar olib kirgin deyman. Hammasi telefonni ko'tarib oladi. Yo, daftar olib zametka qulaydimi? Mana shu ежедневник olsang, yozsang, biz nima qilardik? Yozardik, ochardik, tushunmay o'shatdan ko'rib yana bo'ldi, qilib ketaverardik. Ochardik, qilardik. Yozsang o'qiysan, ham faqat anu telefon bo'lmaydi-ku, o'shanga olib bitta daftar olsin-da, yozsin. Nech pul bor? Namchi, o'zi qanaqa biznes ekan? O'rgansin. Bozor katta. Men qanaqa yo'nalishda, eng yo'nalish tanlash kerak. Qaysi yo'nalish tanlamoqchi? Shu yerda hozir endi yoshligi bo'lgan fikrni so'rayapsiz. Bu yerda bilasizmi, insonda bir ikkita, uchta asosiy bir xislat bo'lsa, bu rivoj topar ekanda. Birinchisi bu avvalo maqsad va qat'iyatlik. Maqsad yo'lida juda ko'p harakat zarurat bo'ladi, bu qat'iyatlikni talab qiladi. Va sohada yoki qaysi bir yo'nalishni qilmoqchi bo'lsangiz ham yangilik haqida o'ylash kerak. Hozir yoshlar nimaga ko'rsangiz yangilik qilgan har bir brend deymizmi, tashkilot deymizmi, yo'nalish deysizmi, u rivojlanadi. Chunki bu xalqqa yoqadi va shu narsani xohlaydi. Har doim insonlar yangilikka harakatida bo'ladi. O'shaning uchun avvalo inson niyatini yaxshi qilish kerak, maqsadini to'g'ri yo'l qo'yish kerak va qat'iyatligini ushlashlik kerak. Bir maqsad uchun juda oson bo'lmaydi. Bir narsaga erishish uchun, boya aytganimdek do'stim, eng zarurat bo'lsa 2 yillab ham xohlagan foyda ko'rsatishga chiqmasligi mumkin. Lekin bu qaysidir vaqtdan keyin o'sha chiziqni kesib o'tgandan keyin o'zini yuzaga chiqarishni boshlaydi. Endi esa navbatdagi savolimiz, mana shu brend asoschisi sifatida O'zbekistonda zamonaviy parfyumeriya sanoatini qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Uning o'ziga xosligi nimada? Butun hudud sanoatida yaqin 3-5 yil ichida qanday trendlarni tub burilish yasay oladi deya olasiz? O'zbekistonda aniq parfyumeriyani ishlab chiqarib, parfyumeriya yaratib, uni aholiga tatbiq qilish hali bo'lmagan. Endi hozir bitta ikkita original brend, original upakovka sotadigan korxonalarni ko'ryapmiz. O'zi uchun atir yaratib, ya'ni Yevropaga borgandir, ular ham chetdan olib keladi-ku, o'zini hidlarini qilyapti. Balki yaxshilikkadir. Zo'r, men xursand bo'ldim ko'rib qabulni. Parfyumeriya sohasidagi hamkasblarimizni kerak bo'lsa, nima deydi, alyans qilish kerak-da. Ya'ni agar davlatimiz rivojlansa, biz rivojlanamiz. Bitta odam rivojlantira olmaydi, komanda. Men bolalarga aytaman, "O, komanda qilinglar, komanda bo'lsa hech kim seni biza olmaydi" deyman. Shu darajada bo'laylikki, hurmat qilinlaring. O'sha savolingizga yetib ketish kerak. Bizda parfyumeriya sohasi rivojlanmaganligi uchun bizda xodimlar ham qiyin. Juda qiyin topish. Men parfyumni bilmaydi, hidi nima? Olasiz. Men bunaqa ekan yoqdi menga, bo'ldi. Yo, bu san'at bu ham. Ishonasiz, bu san'at. Xudo xolisa, mana shunga biz hissa qo'shmoqchimiz. Juda katta proyektimiz bor. Qanaqadir qisma proyektimiz 1-2 oyda tushadi va keyingilari xudo xolisa o'sha siz aytgan narsani namoyon qilishga harakat qilamiz. Ya'ni ertaga kelsa O'zbekistonda ham qilibdi degan darajaga yetkazmoqchimiz. To'g'ri, bu mana qiyinchilik mashqda bo'lsa kerak. Masshtablashganingiz sari bilinar ekan. Masshtablashganingiz sari xodimlar sohasida juda ham ularni nazorat qilish, halollik birinchi navbatda. Bu soha boshqacha soha. Bu davay birgalikda ko'taraylik deyman. Men siz aytgan narsagacha men bitta o'zim yeta olmayman-da. Yoki men komandam bilan aytaman. Yo'masam alyans qilish kerak-da.
alyans qilib shu hamma o'sha anaqa qilib o'tiraylik, hammada narx-navo har xil kerak bo'lsa, xalq uchun narsalar qilaylik. To'g'ri, ko'pchilik biznesimdan orttirmayman, ko'p daromad olay deydi. Yo'q, mana shu jam bo'lsak zo'r bo'ladi. Do'stim hal etdi. Ko'p выставкаga boramizda. Mana shu ochiq aytaman, mana o'sha yerdan bizni energiya olamiz, bilasizmi? O'sha CPL degani bor, zavod, Angliyaning zavodi. Angliyaning brendi. Luzi kelgan Jevadan shunga o'xshagan katta aslida kattalar bilan ishlaymiz, demak, sifatli narsani o'shalar qilib beradi. Boshqalar sifatli qilib bera olmaydi. Qilib bersa qaysidir yo'nalishda qilishi mumkin. Bular imli parfumda chempion. Borganda nima deydi? Aka, hozir nechtasi kelib ketdi. Sizdan mana bunaqa datum chiqsa, O'zbekistonda zo'r, mana zo'r rivojlanyapti. Biz o'shalarga qarab atir olamiz. O'shalar qanaqa atir olsa, o'sha atir olishga harakat qilamiz deydi. Bu ham bitta yutuq. Biz bilasizmi, shu dajda Qanchalik ruslanasiz, bilasizmi? O'sha kuni maza qilamiz, bayram qilamiz o'rtog'i bilan. Kolleksiyani kengaytirishni ham nazarda tutib o'tdingiz va yaqin kunlarda bozorda yana qanday shirin iforlarni olib kelish rejangizda bor? Xo'p, bozorlarda endi bundan buyog'iga bozorlarda biza bor iforlarni kengaytirib tashlaymiz deyolmaymiz-ku. Bozorda o'zimizni shaxsiy iforlarimiz chiqishga harakat qilamiz. Balki shaxsiy iforlarimiz Yevropa davlatlarida sotilishi ham mumkin. Rejalar bor. Hozirgi kunda o'zi aslida bor. Bor. Hozirgi kunda bir o'sha testdan o'tib bir xalqqa taqdim qilgan iforlarimiz bor va buni chetga olib chiqish maqsad. O'zbek nomi bilan, o'zbek brendi ostida chetga olib chiqish. Rejasini tuzib qo'ydinglarmi demoqchiman. Pishgan reja albatta, bu ham to'g'rimi? Bu maqsadli, tizimli ravishda o'z muddatlari bilan bosqichma-bosqich olib borilayotgan strategik yo'nalish asosida ketayotgan ish. Hozirda o'sha yangi iforlar bo'yicha ish ketyapti. Undan oldingi qiladigan, O'zbekiston sharoitida qiladigan yangiliklarimiz bor. Bu iforlar xudo xolisa O'zbekiston xalqi uchun ham va boshqa yurt vakillari uchun ham yoqimli bir kayfiyat bera oladigan iforlar bo'lib chiqadi. Chunki u zavodda, u katta zavodlarda eng o'sha kuchli parfyumerlar nazarda tutilyapti. Imna Louis Vuitton, ayniqsa mana shu Badice atirini o'ylab topgan o'sha Cristian Privizano degan parfyumer bor. Yaqinda o'sha Angliyaga safarimiz rejalanyapti. O'sha zavodda polniy ekskursiya qilib, shu parfyumerlari bilan biz parfyumerlarga o'zimizni o'sha talablarimizni aytmoqchimiz. Kuchli, o'sha qimmat bo'lsa ham kuchli parfyum tayyorlamoqchimizda. Anaqada o'sha Shvetsariyaning o'sha Firmench degan zavodda endi o'shalar bilan aloqani boshlamoqchimiz. U o'sha dunyodagi eng top atirlarni dunyoda chiqish kelayotgan, bizda mana shu turgan atirlar, top atirlar o'shalar ixtiro qilgan parfyumerlar o'sha zavodda. O'sha parfyumerlardan o'sha kачество zo'r holati, ya'ni sifati zo'r holatdagi mahsulotlarni yetkazib beramiz, xudo xolasa. Uni amini bo'lasizlar, nasib qilsa. Nasib. Va bizda blitz savollar bor. Ularni o'qib eshittiraman va sizlar navbat bilan javob berib o'tasizlar. Xo'sh, birinchisi, kolleksiyangizdagi sevimli iforingiz qaysi? Sepib charchamaydigan. Louis Vuitton Imagination. Sizda? Meteor. U ham Louis Vuitton anaqasiga tegishli. Brendiga tegishli. Hayotingizdagi eng muhim uchrashuv uchun qanday iforni tanlagan bo'lardingiz? Bitta atir sepmagan bo'lardim. Ikki xil atirni mix qilib sepgan bo'lardim. U qanday? Masalan, hozirgi kunda Louis Vuitton Imagination bilan Sidrat Boys, Manseradan Sidrat Boys'i mix qilib sepgan bo'lardim. Va yaxshi taassurot qoldirgan bo'lardingiz uchrashuvda. Siz? Blue Talisman. Sevimli insoningiz bilan kechki ovqat uchunchi? Xo'p. Mark Antonio Barvani bir 6 xil lineykasi bo'lsa, ichida hozir 3 tasi topdi. Ganymede bor. O'shaning ichidan Tilia degani bor. O'shani sepgan bo'lardim. Meni yaxshi ko'radi-da. Kelayim demak. Siz?
Avruka bilan Aventus'ni qo'shilmasi. Qaysi ifor sizda eng iliq taassurotlarni uyg'otadi? Stefan Ricci Royal Eagle Sport. Savolni qaytarib yuboring. Qaysi ifor sizda eng iliq taassurotlarni uyg'otadi? Ya'ni o'sha iforni hidlaganingizda qaysidir xotiralar esingizga tushishi kerak. Bu bulgurini aslida hozir kunda ko'p ham foydalanmayapman, lekin taygiri ancha xotiralar bilan bog'liq. Datum brendini bir so'z bilan tavsiflab bering. Qulay va emotsiya nima deydi? Hissiyot. Yangilikka intiluvchi korxona. Rahmat maroqli suhbat uchun. Umid qilamizki, ushbu suhbatimiz bizni kuzatayotgan yoshlar uchun va bu sohaga endi qadam qo'ymoqchi bo'lib yoki ikkilanib turganlar uchun ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sizlarga esa ochiqlik va oshkoralik uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.